may 2026-yil haftaning juma kuni. Barcha musulmon ahlini bugungi juma ayyomi bilan chin qalbimdan tabriklayman va sizlarga hozir juma namoziga yangraydigan azonni ko'rsataman. Allohu akbar, Allohu akbar. Ha do'stlar, yanglishmadingiz. Isroil davlati Tel Aviv Yafoda shunaqa azon yangraydi. Allohu akbar. Allohu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. محمد رسول الله. لا إله إلا الله. Do'stlar, bu masjidning ichki go'zalliklari mana shunaqa ko'rinishga ega. Qaysidir ma'noda Turkiya masjidlariga ham o'xshab ketadi. Bu yoqda mana tarixiy rasmlar, shunaqa go'zalliklar. Hozir bu yoqda mana muqaddas kitoblar javoni ko'rishingiz mumkin. Mana shunaqa. Bu joyda masjidning tashqi go'zalligi juda ham go'zal, chiroyli. Hammasi joy-joyida. Bu masjiddan chiqib ketaverishdagi manzara ko'rishingiz mumkin. Shunaqa go'zallikka ega. Do'stlar, yolg'on bo'lib qolmasin. Haqiqatni aytadigan bo'lsam, hozir azonda montaj usuli bilan qo'ydim. Ya'ni juma namozining azoniga ulgura olmay qoldim. Ya'ni shahardan 1 soatlik yo'l atrofida turaman. Ham probkalar bo'ldi bugun. Hozir obeddan keyin o'sha hech qayoq ishlamaydi-yu, shabat boshlanadi. O'shaning uchun ozgina usvet qilib olmadim. O'sha juma namozining tugashiga, ya'ni keldimda o'sha kadrlarni ham qo'yaman hozir. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Yana mana shu videoga ham qanaqadir negativ fikrlar topsalaringiz, sizlarga juda qoyilman. Balkim qanaqadir joyda xatolik qilayotgandirman. Uning uchun bilib-bilmay uzr so'rab qo'yaman. Ko'rishingiz mumkin, juda ham ko'plab insonlar ibodat qilishga kelgan, hattoki ayollar ham shu yerda. Odamlar mana juma namozidan chiqib ketishyapti, kimdir ishga, kimdir uyiga. Shunaqa.